Assalomu alaykum hurmatli Uzun market mijozlari. Men Uzun market haqida oldin hech negativ bo'lmagandim, lekin bir ikki marta narsa oldim. Bir marta olgan ekanman. Vaqtida yetkazib berishmagan o'shanda ham. Men dastavkasi bilan pul to'laganman Rossiyadan turib. Uyimga olib kelib bermasdan, ko'chaga chiqing, falon joyga boring, piston joyga boring deyishganda, keyin oradan 1 yil o'tib Uzun marketga men printer zakaz qildim. 3.610.000 to'lab printer zakaz qildim. 22-sentyabr kuni zakaz qildim. 24-kuni punktga yetkazib berish dogovorida yozildi. Pulini to'ladim 3.610.000. 24-kuni yetib kelmadi. Telefon qilsam yo'lda dedi, 26 ga dedi, 27 ga, 28 ga, oxiri 29 ga va'da berib, yo'q, umuman meni printerim kelmadi. 3.610.000 to'laganman. Qancha men kutdim, ko'chadan sotib olsam bo'lardi, lekin Uzun marketdan olay deb Uzun marketga zakaz qilgandim. Va'dalarda turishmadi, oxiri pulni vazorat qilishdi. Necha kun o'tib ketgandan keyin o'zlarining kartalariga vazorat qildi. O'zlarining kartalariga yana meni kartam bo'lish uchun yana 30.000, 40.000 yana komissiyasi chiqib ketdi. Umuman Uzun marketga hech nima zakaz qilmaydi. Uzun market aldaydi, faqat aldaydi. Uzun marketga men agar tovarim yetib kelganda ham opsiyasiga, kommentariyasiga shunday yozadigan mana gaplarim bor edi, lekin Uzun marketdan hech nima olmaydi. Uzun market aldaydi, faqat aldaydi. Va'da berib, va'dasida turmaydi. Operatorlari ham bilmaydi, kimga chiqishni ham bilmaysiz, topa olmaysiz ham. Shuning uchun Uzun marketga umuman narsa zakaz qilmaydi, mana men sizlarga aytayapman. Uzun market mijozlari mana shu videoni Uzun market bilan shug'ullanayotgan eng yuqori administratorlarga yuborib qo'ying, iltimos. Men juda ham xafa bo'ldim Uzun marketga. Pozor, просто позор. Tamam. Assalomu alaykum. Uzun market Marin yordam bera olaman. Assalomu alaykum aka. Hozir xuddi shu raqamga chiqib, kim bilan gaplashdim? Qaysi operator bilan gaplashdim? Menga punkt nomerini berildi. Punktga telefon qilsam, punkt aytayapti, yana shu nomerni qaytarib beryapti-ku menga. Nomerni qaytarib o'ziga berdim. Telefon qiling deb. Hozir siz bilan gaplashdimmi? Shoxobcha bo'yicha-da topolmayapti deysiz, to'g'rimi? Ha, shoxobcha bo'yicha telefon qildim. Siz nomer berdingiz, o'sha Namangan rayoni nomerini. Unga telefon qilsam aytadiki, mana shu nomerga telefon qilib aniqlaysiz deydi. Yo'q, Namangan bo'lsa, men bilan gaplashmadingiz. Xo'p, endi siz bilan gaplashmayapman, endi aytaman, xo'p. Men buyurtmam 24-kuni kelish kerak edi. Telefon qildim, hozir shu qaysidir operator o'sha filialni punkti nomerini berdi, Namangan tumani Toshbulog'i. Ha. Unga telefon qilsam aytadiki, yana shunga telefon qiling deb, hozir bu nomerni berdi. Telefon qilsam yana shu xuddi hozir holat, yana 1 bosing, 2 bosing, oxir 0 bosing, shu yana operator siz bilan bog'langan. Sizga qaysi nomerni berdi operator? Nomer aytaverasizmi? Punkti nomerini berdi-da, shu 90lik 987 21 72 ni berdi. Bu shoxobcha nomerini berishgan ekan. Bizga shoxobchaga telefon qilgan bo'lsangiz, sog'ligingiz bo'yicha o'ziga aytsangiz bo'lardi. Siz hozir Uzun marketga qaytarib tushdingiz. Shuni aytsam, axir tovaringiz bo'yicha o'shandan so'raysiz. Deyapti-da, men aytdim, men tovarim keldimi yo'qmi, 24-kuni kelish kerak desam, hali kelgani yo'q, o'shanda aniqlaysiz. Qayda kelayotganini, qachon kelishligini deyapti. Yo'q, zakazingiz qarang, kimning ismiga rasmiylashgan, ismingizni aytaverasizmi? Malik Ulug'bek. Bugun keladi, 5 kech keladi, hali kelmagan. Hali keladimi axir? Ha, 5 kech keladi. Ha, bo'ldi. Men telefon olgan shuraman, salomat bo'ling. Xo'p, qarang, 22-kuni men tovar zakaz qilganman Uzun marketga. Xo'p. 24-kuni olib kelib beradigan deb va'da berishgan. O'sha qabul qiladigan punktgacha kiritganman. 24 ga kelmadi. Ertaga keladi deyishdi, indin kelishdi. 25, 26, 27 ga yana so'rildi. Bu nima o'yin bu? Men vobshe tushunmay qoldim. Men umuman men vobshe blogerman, men video qilib ponni tarqatib tashlayman. Borku mana shu holatda. Bo'ldi. Keltirib o'tilgan holat uchun avvalo bir uzr so'rayman. Buyurtma raqamini aytsangiz, men hozir tekshirib beraman ushbu holatda. Tekshiring mana. 73 67 55 50. 73 67 55 50. Buyurtma kim nomiga rasmiylashtirilgan? Ulug'bek Malik. Bo'ldi, bir daqiqa. Aloqadamisiz? Ha. Aloqada qolgan uchun rahmat. To'g'ri, buyurtma 27-sana bilan kelish kerak bo'lgan ekan. Afsuski ketgan buyurtma yetganmadi. Bu holat uchun yana bir bor uzr so'rayman. Sizga bir makotam taqdim etgan ekan. Qarang, buyurtmangiz oxirgi yetkazib berish sanasi 29-sentyabrgacha yetib kelish kerak edi. Agar 29-sentyabr ham yetib kelmaydigan bo'lsa, biz uni qada jalb olib qolamiz deb ushbu holat bo'yicha sizga yana bir bor promokod taqdim etamiz. Iltimos, shu buyurtmangiz kelishini yana biroz kutib qoling. Promokodda nima qilaman men? Keyingi buyurtmalaringizga o'sha chegirma men zakaz qilmayman. Agar mashg'ulot bo'ladigan bo'lsa, men shuni
qilaman, men konkret video qilaman, uzun market aldaydi deb turib, porno video qilaman, YouTube'ga, hamma joy Instagram, undaqalarga porno tarqatib tashlayman, bormi? Bo'ldi, bu sizni huquqlaringizda, xohlagan joyingizga o'sha murojaat qilishingiz mumkin. Lekin men buni xohlash uchun uzr so'rab o'tdim. Hozir tariqasida sizga promokodam yuborib qo'ydik. Shu biroz yana kutib qolishingizni so'rab qolaman. 29-sentyabrgacha buyurtmangiz albatta yetib keladi. Endi o'ylab ko'ring-da, men misol o'sha pulga men ko'chadan ham sotib olishim mumkin edi, lekin 2 kun deganing uchun men shuni zakaz qildim, pulini to'ladim. U narsa menga kerak bo'lgan, tushunasizmi? Kerak bo'lgan. Shuning uchun Tushunaman. Tushunaman. Shu ma'qulimdan faqat shu ariza olib qolish va mahsulotingizni imkon qadar yetkazib berishni tezlashtirishga harakat qilish qo'limdan keladi-da. Faqat siz tomonidan kutib qolish kerak bo'ladi faqat. Yo'q, qancha kutish kerak yana, men tushunmadim men вообще. Aytib o'tganda 29, ya'ni ertagacha buyurtmangiz o'sha yetib keladi, xudo xohlasa. Menga qo'shimcha savolingiz bormidi? Mana arizamni hozir boshqalardan yozib qo'ying menga shu. Qaytadan ariza qoldirib o'tdim. Jalba ham olib qoldim. Bo'pti. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Uzun market Mangishnazir. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xo'p, uzun marketdan mahsulot zakaz qilgandik. 22-kuni zakaz qilganmiz. 24-kunga va'da qilingan narsa xullas cho'zilib kelmayapti-da. Shunga sababini bilmoqchiman. Undan tashqari yana qayta o'sha mahsulotga kirsam, yetkazib berish endinga turibdi, ya'ni ertaga turib endinga yetkazib berish turibdi. Lekin biz 22-kun mahsulot zakaz qilingan. 24-kunga va'da qilingan. 27-kunga cho'zildi. Undan keyin mana bugun 30-kun. Shu sababini bilmayman. Xo'p, raqam 73 67 73 67 55 50. Bu nomga rasmiylashtirilgan buyurtmangiz. Tushunmadim. Buyurtmangiz kim nomga rasmiylashtirilgan edi? Malik Ulug'bek G'aniboyevich. Ko'rdim. Mahsulot esa 24-kunga yetib kelish kerak bo'lgan ekan. Yo'q, sababini aytishsin, yo'qsa mana shu Epsonmi degan onlayn sotuvchilar ekan. Hech bo'lmasa ularning nomerini olish iloji bormi? Nimaga unaqa sababsiz? Afsuski yo'q. Hozir nima qilish kerak? O'zingiz o'ylab ko'ringchi, 22-kun zakaz qilganmiz. Hozir qanaqa holat bo'ladi shu? Ariza qo'yamay, iloji boricha mahsulotni tezlashtirib yetkazib berishligi bo'yicha. Yo'q, har doim shunaqa deyishyapti-da. 2 marta telefon qilay. Agar mahsulotlari yo'q bo'lmasa, unda yozma qo'ymaslik kerak. Ana to'g'rilab qo'yishlari kerak, qolmagan bo'lib. Bu Xitoydan yo qaydandir zakaz qilib, qachon yetib kelishini kutib, bizga va'da berib qo'yib, unaqa qilish kerakmi? Yo'qmi? Yo'q qilishdi. Ariza olib qolaman, bo'ldi, hurmatli mijozlar. Hozir shu Myepson degan ana ekan. O'shalarni ham aloqalar bog'lansa bo'ladimi? Nomerlarini olsangiz bo'ladimi? Yo'q, afsuski, telefon raqamini bera olmaymiz. Faqatgina siz o'zingiz bog'lansangiz bo'ladi. Yo'q, g'alati-da. Bu faqat bitta bizda bo'lyaptimi yo yana shunga o'xshagan 2-3 ta bormi? Buyurtma qilib qo'yishgan, hali yetib kelmaganlar. Ariza olib qolaman, iloji boricha mahsulotni tezlashtirib yetkazib berishligi bo'yicha. Bahasini ketgan. Yaxshi rahmat. Xo'p, mana videolarni ko'rib eshitgandirsizlar. Mana shundan o'zlariga tegishli xulosani chiqarib olishadi. Uzun marketdagilar. Yuborib qo'yamiz.